Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bu video meni birinchi ishim desam ham bo'ladi. Bu ko'rib turganingiz yangi tuqqan sigirning birinchi sutidan tayyorlangan pishloq. 2 litrlar sog'ib oldim. Qozonga solib, iligandan keyin 100 gramcha shakarni eritib yubordim va past olovga qo'yib, qopqog'ini yopib qo'ydim. Yarim soatlardan keyin qopqoqni ochib, yilka bilan 5-6 joyga suqib, yana qopqog'ini yopib qo'ydim. Past olovda 1 soatlarda tayyor bo'ladi. Buni ko'pincha xonadonlarda unchalik xohlashmaydi bu pishiriqni. Mana shunday tarzda shakar qo'shilgani yaxshi iste'mol qilinadi. Past olovda pishsa tagi kuymaydi.